Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan yana bir marta ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz targetsiz birinchi 10 mingta obunachini organikada qanaqa qilib Instagramimizga yig'ish mavzusida gaplashamiz. Albatta bunga juda ham ko'p instrumentlar bor, ishlatadigan instrumentlarimiz bor. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, albatta bu instrumentlar haqida bilib olasizlar. Xo'p, bizga birinchi 10 mingta obunachimizni yig'ishda asosiy yordam beradigan instrument bu Reels'lar bo'ladi. Bugungi asosiy gaplashadigan mavzuyimiz Reels'larni qanaqa olish, qanaqa to'g'ri olganda bizga obunachi yig'ishga va profilimizni insonlar uchun, auditoriya uchun qiziqarli qilishga yordam beradigan instrumentlar haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi qismni texnik qismdan boshlasak, ya'ni texniski Reels'larni o'zi qanaqa suratga olishimiz kerak, чтобы auditoriyani bizni e'tiborini jalb qilishimiz uchun. Avvalambor Reels'larni syomka qilayotganimizda biza e'tibor beradigan narsa bu rakurslarimiz. Ya'ni rakursimiz to'g'ri olingan bo'lishi kerak. Ya'ni syomkani qanaqa yo'nalishda bo'lishdan kelib chiqadi. Masalan, bu ko'chada bo'ladimi yoki studiyada bo'ladimi yoki qanaqadir narsani obzor qilayotgani bo'ladimi, rakursimiz albatta to'g'ri olingan bo'lishi kerak. Xo'p, ikkinchi momenti bu svetni to'g'ri qo'yilganligi. Ya'ni yuzimizni, masalan, bu agar studiyada bo'ladigan bo'lsa, yuzimizni to'liq yorug' ko'rsatib berilayotganligi va auditoriyaga bu narsa juda ham muhim hisoblanadi. Chunki yuzimizni agar qorayib qoladigan bo'lsa yoki yomon ko'rinadigan bo'lsa, bunaqa reelslarni o'zi prosmotrlari har doim past bo'ladi. Yana bitta muhim jihatlardan biri bu ovozimizni tiniq eshitilishi. Ya'ni ovozimizni ham bir xil montajlarda shunaqa bo'ladiki, bir tomon, masalan, ko'p obunachilar bor, o'sha pользовательlar bor, ular naushnikda bu narsani ko'rishadi. Agarda ovoz bir tomonlama bo'lib qoladigan bo'lsa ham, bunaqa videolar ham juda ham kam ko'riladi. Shuning uchun ovozimizni tiniq yozilishiga ham biz juda ham e'tibor berishimiz kerak. Misol shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, petlichkaga ham yozilmasdan telefonni o'ziga yoki kamerani o'ziga yozilib qoladi. Biz shu joyda juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ovoz juda ham muhim ahamiyatga ega. Xo'p, bizda bu yerda ovoz deganda ikkinchi jihati ham bor, ya'ni zadniy muzikamiz bo'ladi. Har bitta shunaqa reelslar qo'yganimizda zadniy muzika bo'ladi. Buni ham reelsga juda ham to'g'ri tushishi. Ya'ni agar muzikamiz bizani noto'g'ri tanlangan bo'lsa yoki qanaqadir baland bo'lib ketgan bo'lsa, bu ham reelslarimizni prosmotrlarini tushirib yuboradi, axvatlarini juda ham tushirib yuboradigan narsalardan biri hisoblanadi. Asosan texnik qismlari mana shular edi, ya'ni svet, mikrofon va zadniy muzika, rakurslarni to'g'ri olish. Mana shu narsalarga e'tibor beriladigan bo'lsa, sizlarni reelslarni bu juda ham qiziqarli qilib beradi. Keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, reelsni o'zi qanaqa olinishi va bu yoqda nima instrumentlar ishlatilsa, reels insonlar uchun qiziqarli bo'ladi. Reels deganimizda har doim eng muhim qismlardan biri odam Reels ko'rayotganda bu birinchi kirish qismi, ya'ni birinchi 3 sekund, bu bizani tilda hook deyiladi. Ya'ni o'sha birinchi 3 sekundda qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, odamni o'sha Reelsni oxirigacha ko'rishi koeffitsiyenti juda ham baland hisoblanadi. Ya'ni hook qismini juda ham qiziqarli qilish kerak. O'sha eng muhim qismini qo'yiladigan bo'lsa, hookka o'sha ko'rayotgan odam nimaga bu videoni oxirigacha ko'rish kerakligini tushuntirib bera olish kerak. Shundagina bu video oxirigacha ko'riladi. Ya'ni mana shu hook qismiga juda ham e'tibor beriladigan bo'lishi kerak. Ikkinchi qismi reelsimizning misol uchun obloshkasi. Har bitta reels boshlanayotganda bizani reelsimizning obloshkasi bilan boshlanadi va o'sha reelsdagi obloshka odamning e'tiborini tortadigan bo'lsa, albatta bu videoni ko'rilishlarini juda ham oshirib beradi. Va reelsning davomidagi berilayotgan qiymat, ya'ni reelsingizni qanday darajada qiziqarliligi ham bu ham juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Va o'sha obloshkalarni qilayotganda ham albatta reelsni sarlavhalariga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni qisqacha o'sha reels nima mavzuda ekanligini ham biz ko'rsatib bera olishimiz kerak. Shu narsani agar yozib o'sha 2-3 so'z bilan bu narsani ifodalab beradigan bo'lsak, bu narsa ham auditoriyani juda ham qiziqtiradi. Keyingi qismi bor Reels opisaniyasi, ya'ni qo'yilayotganda obloshkadan tashqari Reels opisaniyasi bor. Hozirgi kunda shunaqa Reelslar chiqib ketganki, e'tibor bergan bo'lsanglar, opisaniyani o'qinglar degan bu yerda
ссылка beriladi, ya'ni ko'p ma'lumot описаниеda bo'ladi, tekst qismida yozilgan bo'ladi. Odamlar u narsani o'qiydi va 2-3 marta ko'rib qo'yadi u reelsni. O'sha ko'rib qo'ygandan algoritm tushunadiki, что bu odamlarga juda ham qiziq bo'lyapti bu kontent va avtomatik bu narsa rekomendatsiyalarga tushishni boshlaydi va odamlar bu narsani ko'p marta ko'radi. Xo'p, reelsni davomidagi albatta mana shu uzunligiga ham e'tibor berishimiz kerak. Ko'pincha rekomendatsiyaga chiqadigan reelslar 30-40, mana shu 1 minutgacha bo'lgan videolar asosan ko'p ko'riladigan videolar hisoblanadi. Va reelsni oxirida albatta biz CTA deymiz, ya'ni o'sha harakatga chaqirish, call to action, auditoriyani qanaqadir harakatga chaqirishimiz kerak. Misol uchun bu like ko'rinishida bo'ladimi yoki qanaqadir tanishingizga jo'natib qo'ying yoki qanaqadir izohda yozib qoldiring va albatta eng muhim qismlardan biri, chunki biz bu reelsimizda organik obunachilar haqida gaplashyapmiz. Albatta, misol uchun qaysidir yo'nalishda siz nishada bo'lsangiz, o'sha yo'nalishingizga qiziqqan obunachilarni yig'ishingiz, ya'ni sizga shunaqa kontent qiziq bo'lsa yoki shunaqa videolar kelajakda ko'rish qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha sahifamga obuna bo'lib qo'ying degan messej beradigan bo'lsak, albatta bu auditoriyaga eslatma bo'ladi va solishtirib chiqadigan bo'lsangiz ham shunaqa videoni oxirida albatta bu narsani aytib ketadigan bo'lsangiz, obuna bo'ladigan odamlarning soni bir necha barobar ko'p bo'ladi. Bu o'sha praktikada ham biz sinab ko'rganmiz. X3, X4 tarzida bizga bu narsani aytmaganimizdan ko'ra aytganimizda ko'proq obunachilar olib kirilgan. Xo'p, yana bitta muhim qismi bu reelsni joylaydigan vaqti bo'ladi o'zini. Ya'ni shunaqa bo'lim bor. Har bitta profilda obunachilarning aktivi baland bo'lgan payt bor. Men bu narsani joylab ketaman. Ya'ni aktivi baland bo'lgan har bitta profilda aktivini baland bo'ladigan payti bor. Albatta, mana shu paytda joylanadigan bo'lsa, bu obunachilaringiz aktivi baland bo'lgan payt bo'ladi va sizni joylangan reelsingizga ham reaksiyalar aynan mana shu joyda ko'proq bo'lish ehtimoli kattaroq. Bu o'sha reels joylanadigan kuniga, hafta kuniga, vaqtiga qarab o'zgarib boradi. Asosan bu kechki vaqtda oladigan bo'lsak 6 dan 8 gacha bo'lgan vaqt va ertalabki vaqtda oladigan bo'lsak 10 dan 11 gacha bo'lgan vaqt asosan Instagramni aynan O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsak aktivi baland bo'lgan payt bo'ladi. Va yana bitta e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlardan bittasi bu stabilni reelslarni qo'yib borish. Ya'ni agar siz endi blogingizni boshlagan bo'lsangiz, bu yoqda eng yaxshi variant bu har kuni bu reelslarni qo'yib borish, ya'ni stabil ravishda, chunki qancha siz ko'proq reels qo'yadigan bo'lsangiz, shuncha auditoriyangiz aktivini baland qilib ushlaysiz va o'sha narsa orqali sizga obunachilarni kirishi va profilingizda axlatlarini oshishi koeffitsiyenti juda ham baland bo'ladi. Agarda meni videoim foydali bo'lgan bo'lsa, albatta meni YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoga like bosib, kommentariy bildirish ham esingizdan chiqmasin. Agarda siz shaxsiy brendingizni aynan 2025-yilda qurishni rejalashtirgan bo'lsangiz, bu narsani amalga oshirishda sizga albatta professional jamoani yordami kerak bo'ladi va biz O'zbekiston bozorida shu narsani amalga oshirib kelyapmiz. O'zimizning loyihalar va boshqa ekspertlarga ham bu narsada foydali yordam berib kelyapmiz. Bu videoni opsaniyasida men Google forma qoldiraman. Agarda sizga bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz ma'lumotlaringizni to'ldiring. Sizga aloqaga chiqib, albatta xizmatlarimiz haqida sizga batafsil ma'lumot beramiz.